Xo'p, elektronli velosiped so'rayotganlar uchun gibrid velosipedimiz kelgan. Xitoyda velosipedini minib charchaganlar uchun, buzilib jonga tekkan bo'lsa, aynan siz uchun ushbu velik. Na prava so'raydi, na dokument so'raydi, bemalol minorasiz. Tezliklari ham uncha katta bo'lmaydi. Inaki bu velosipedimizda ham o'zini minib ketsangiz bo'laveradi, ham to'kda ishlatsangiz bo'laveradi. O'zini 36 voltli akkumulyatori bor. Bu yerda bitta zaryad bilan 35 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tadi. Agar zaryad tugab qoladigan bo'lsa, ancha-muncha velosipedlardan ancha yengil yuradi. Nimaga men unaqa deyapman? Qarang. O'zida 7 ta skorsi bor. Nexus ko'pincha germanskiy velosipedlarga qo'yiladi. Bilsanglar, Yaponiyadagi bu. 3 ta, bitta, 2 ta, 3 ta, 7 talik skorsi mana. Nexus, orqa apparatlari ham Nexus mana yozib qo'ygan. Tormozi qo'lda bo'ladi. Razmerlari 26 lik qilib ishlangan. Maksimal tezligi qancha tez tepadigan bo'lsa, shuncha tezlashib ketaveradi o'zi. Veneslari ligirovchni o'zingizga moslaverasiz, rollarini ligirovka qilsangiz bo'laveradi bemalol. Avtofarasi bor, 3 ta skorsi, kilometrgacha ko'rsatadi. Oldi yelkalari amortizatorli qilib ishlangan. Spitsalari nejavika eng zo'ri, qarang. Keyin diskalari ham 2 qavatli bo'ladi. Piramida diska, balonni ham kenna balonlar qo'yilgan. Faralari LED fara qilib ishlangan. Ramasi alyumin. Shatullari ham alyuminli. Velosipedimiz narxi 4.500 ming so'mdan. Hozirda germanskiy velosipedlarning ham rabochiylari sotiladi asosan. Shularni ham hozir yaxshisini olib minaman desangiz 4.3 million atrofida minasiz. Hozir aynan shu pulga ham yangi, ham to'kli velli olsangiz bo'laveradi. 4 million. Holati lekin rasm ham ideal, baquvvatligi ham gap bo'lishi mumkin emas. Materiallari, ishlatilgan temirlari, ancha-muncha zapchaslari ancha sifatli qilib ishlangan boshqa velosipedlarga qaraganda. Ulangan joylarni ham qaranglarmi? Bilasizlarga ko'pchilik biladimi? Zavodskoy velosiped bu. Mana bu yerda o'zi yozib qo'ygan yurish vatt nimasini, kilovatini, tezligini, hamda mana Made in PRS, Fransiya. O'zini kitobchalari bor buni. Ikkitadan kitobchalar bor. Boshqa velosipedlarda bo'lmaydi, ancha-muncha velosipedda. Hop, buni pedalni tepsangiz, mana pedalni tepadigan bo'lsangiz, oldi motor aylanadi hamda motorga tok keladi, qo'shib beradi. Shunaqa, kimga qiziq bo'lsa, velosipedimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Telegram kanallarimizda lokatsiyalarimiz mavjud. Hop, bitta like bosib ketish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilimiz Farg'ona, Quvada joylashgan. Hop, tiyag'ishlarni ham aytib o'tamiz, lekin ko'pini tiyag'ichi o'rtasida bo'ladi. Bu tiyag'ichlarga ham narsa ham e'tibor bergan. Nimagaki bu o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, hozir orqaga yursa mana aylanib ketadi, hamda tiyag'ich sinib qoladi. Hozir tiyag'ichlari ham yonga qo'yilgan. Tiyag'ichlari ham ancha baquvvat, qimmat tiyag'ichlardan qo'yilgan. Internet magazinlariga kirsangiz, bu velosipedda o'zi Yevropadagi narxlari ancha baland kelgan. Hozir bizga qandaydir bo'lib, narxlari arzon shaklda kelib qolgan. Asa ham olib foydalana oladigan joyi deydi. Shunaqa. O'zi ligirovkalarigacha, nomerlarigacha yozib qo'ygan, veneslariga. Oddiy detallaridan bilib olsangiz bo'laveradi velosipedimiz yaxshiligini, xudo xolasa. Veneslarigacha yozilgan. Ko'rdingizmi? Kerak bo'lsa, ancha-muncha skuterni Venesdan yaxshi ishlab chiqarib, nimasi, amortizatori yaxshi ishlab chiqarilgan. Venesiga olibman, kechirasizlar. Shunaqa. Velosipedimizni istalgan viloyatga dastavka qilib beramiz. Farg'ona, Quvada joyimiz. Kalitlari ham 2 tana qilib ishlangan. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Buni qulflab qo'yasiz, ochsangiz bo'laveradi. Akkumulyatorni olib zaryad qilsangiz ham bo'laveradi, xohlasangiz. Olmasdan turib, bu yerdan zaryadga qo'ysangiz ham bo'laveradi. Shu yerda ochiladi. Mana bu yerdan zaryad qilinadi. Zaryadga qilasiz, max. Hop, 5 soat, 6 soatda zaryad to'ladi va 35-40 kilometrgacha hozirgi kunda minsangiz bo'laveradi. Kunlar isigan sari kilometrlari ko'proq yuradi. Buni ko'p yurishini sababi buni qo'lda gaz uchkasi yo'q. Yosh katta odamlar, yosh tog'lar gaz uchkasi yo'g'ini so'rashadi.
gazni bir olsangiz ketib qoladi. Bunda gaz uchga yo'q. Yengil chiqib o'tirganda ikkita 3ta pedal tepsa o'zi tezlashtirib beraveradi. Kimga qiziq bo'lsa, albatta o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa narxlarini ham qo'ygan joylariga nisbatan ancha arzon qilib qo'ydik. Hop, 4 million 400 ming so'mdan borani berib yuboramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Narxi 4 million 400 ming so'mdan. Ana, razmerlari 26 lik qilib ishlangan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.